Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerinin Rabbi Allah Teala'ya çeksiz hamdü sanalar bolsun. Söyümlük Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a durut ve salamlar bolsun. Onun ail tavabiyatlarına, sahabileriga ve barlıq musulmanlarga Allah'ın keng rahmeti ve mağbireti bolsun. Maqsadga kelsak, Ramazan ayının hikmetini faqat Allah Teala özü biladi. Allah Taala məxluqatlarni o'xshamagan sifatlarda insonni o'xshamagan ahvollar va turlik mijoz xarakter bilan yaratdi. Ulardan boy-kambag'al, kuchlik ojiz, muloyim qo'pol, tirishchan va hurullarni vujudga keltirdi. Allah Taala insonlarga o'z ichidan payg'ambarlarni avatdi. Ularni to'van sifatdan yuksak yuqori darajaga ko'taradigan o'zining shariatini yo'lga qo'ydi. Ularning vujudini gunoh ma'siyatlarning dog'laridan va shahvatning yomonligidan pokladi. Qalblarni shak va shubhalarning qorong'uliklaridan nurlantirdi. Nadonliq qorong'uliklari qoplagan chog'da umumiy dalil paketlarni yo'ritib berdi. Uningdan keyin Alloh taolaning puxta hukmlari Alloh taolo yaratgan tabiiy fitrat talablariga uyg'un va aqllarni to'g'ri yo'lga boshlag'uchi bo'lgan holatda aqllarning Alloh taolaning hukmlariga tajovuz qilmasligi uchun xatolikdan saqlag'uchi bo'lgan holatda va nafslarni havoyi havasga agishib ketishdan to'squchi bo'lgan holatga keldi. Alloh taolaning hukmlari haqdir. Uningdan boshqasining hammasi botildir. Allohning hukmlari to'g'ri yo'ldir. Uningdan boshqasining hammasi ozg'unlikdir. Allohning hukmlari nurdir. Uningdan boshqasining hammasi zulmatdir. Allohning hukmlari xotirjamlikdir. Uningdan boshqasining hammasi ansizlikdir. Allohning hukmlari shodlikdir. Uningdan boshqasining hammasi qiyinchilik va torchilikdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Kimki mening zikrimdan yuz o'riydikan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz qo'rqib quzimiz. U: "Ey Parvardigorim, nimishqa meni qo'rqib quzding? Vaholanki dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku" deydi. Alloh aytadi: "Shuningdek, sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen uni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilasan." Hikmat bilan ish qilg'uchi va hammani bilib turg'uchi zot yana mundaq deydi: "Afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun." Ular jahiliyat davrining hukmlarini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? Alloh taolo yana mundaq deydi: "Laqad mannallohu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Allah müminlərə Allah'ın ayətlərini tilavət qıladığan, ularni günahlardan pak qıladığan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga katta ihson qildi. Halbuki ular burun ochiq gumrohlikda edi. Kimki o'z Rabbiga iymon etsa, har bir a'zolari va qalbi bilan taslim bo'lsa, islom shariatiga maxfiy va oshkora holatda bo'ysunsa, shu sabablik u insonning nafsi yaxshilanadi va o'z mevasini beradi. Ondan u inson o'zining ahvolini isloh qiladi, hushyorligini qo'lga keltiradi va taqvolikka erishadi. Mana bu eng yuqori darajadagi fazilatdir. Hech bir ne'mat barobarda turolmaydigan eng katta ne'matdir va hech bir inom barobar bo'lolmaydigan eng yuksak inomdir. Bu Alloh taolaning o'ziga qo'lchilik qilayotgan kishilarning va egiz-pastik bo'lmagan to'g'ri yo'lda mang'uchi kishilarning qadamlarining mustahkam bo'lishini ziyoda qilish uchundir. Biz har kuni Alloh taoladan takror holda bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini va shu yo'l ustida mustahkam qilishini so'raymiz. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valad
dallin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in. G'azabingga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in. U bo'lsa-mu talab maqsadning oxirgi chekidir. Alloh taolo o'z bandisi söyümlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga inom qilib mundoq deydi: "Valawla fadlullohi alayka va rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay'." وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ey Muhammed, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Alloh taolo yana mundoq deydi: "Vazkuru ni'matallahi alaykum va ma anzala alaykum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Vattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli shay'in alim." Allohning sizlarga bergan ne'mati va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Alloh taolo yana mundoq deydi: "Wa'lamu anna fikum rasulallohi law yuti'ukum fi kathirin minal amri لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم." Bilinglar ki, içinlarda Rasulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurg'un ishlarda sizlarga itoat qilgan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qolardinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga yomonlikni, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'g'uvchilardir. Alloh hammani bilguchi, hikmat bilan ish qiluvchidir. Musulmon Alloh taslim bo'luvchidir. Mümin bo'lsa Allohning hukmlarining hammasining hikmatli ekanligiga, uningda insonlar bilishga qodir bo'la olganlari va bilishga qodir bo'la olmaganlari ham borligiga, shundaqla Allohning hukmlarining hammasi rahmat, yaxshilik va fazilatli ekanligiga xotirjam bo'luvchidir. Nafslar yugan silinmasi ezib ketadigan, rohatlantirilmasi charchab zirkib qoladigan bo'lg'achqa, Alloh taolo o'zining shariatlarini, buyruqlarini va hukmlarini nafslarning o'xshamagan sifatlariga mos keladigan hamda har xil tabiatiga munosib keladigan vaqtlarga va shakllarga bo'lib, ondan shu nafslardan har bir haq egasiga uning haqqini berdi va uning nasibasini to'liq qilib berdi. Yaratquchi zotning shariati yaratilg'uchi banda uchun bo'lib, u zot nafslarning ehtiyojlarini, uning ojiz va kuchli o'rinlarini, shundaqla nafslarning qabul qilishi yoshirin bo'lgan va qechishi yoshirin bo'lgan o'rinlarini eng yaxshi bilguchi zotdir. Ala ya'lamu man xalaqa va huval latiful xabir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir, hammadan to'liq xabardadir. Mana bugun biz rahmat fasllaridan bir faslning eshiklari oldida turyapmiz va barakat shamollaridan bir shamolni kutyapmiz. Mana bu vaqtda taat ibodatlarning ajri katta bo'lib, yaxshiliklar hasilab ziyoda qilinadi. Yomonliklar o'chiriladi. Osmonlarning eshiklari ochiladi va shaytonlarning osiylariga kishan selinadi. Kambag'al miskinlarning jigarlari namdiladi va nurg'un gunoh ma'siyat ahllari o'zining gunoh ma'siyatlaridan yonadi. Qaymoqib haq yo'ldan qochib yurgan kishilar o'z Rabbi tarafga qaytadi. Bu vaqtning kechalari kechalarning eng yaxshisi, kunduzlari kunduzlarning eng afzalidir. Bu oyning fazilatlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. U go'yo bulduqlab turgan süp-süzük buloqdirki, taqvolikqa tashna kishilar uningdan uchumlab ichidi.
Bu vaqtda bir nido qilg'uchi nido qilib, ey yaxshilikqa qiziqquchi, xush bishorat eling. Ey yomonlikqa qiziqquchi, yomonlikda yening deydi. Bu vaqtda jannatning eshiklari ochilib, do'zaxning eshiklari taqiladi. Agah bo'linglarki, bu vaqt shahru ramazonallazi unzila fihil qur'anu hudal linnasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Allah Taala Ramazonni farz qilib bundoq deydi: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam. Ey mu'minlar, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Allah Taala ularga Ramazon kunlarini osonlashtirib berdi. Ulardan ilgirki kishilarga va ularning yo'llariga ergishishga yetaklash bilan rahmat qilib, ularni qiziqtirdi. Ularning qalblariga chaplashib, ularni suslashtirib va g'urullashtirib qo'ygan narsalarni o'zib tashlab, tasalli berib mundoq deydi: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga mu Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardir. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom o'z ummatiga bu katta oyning o'rnini tanitib, ularga bu oyning fazilatlarini bayon qilib, bu oyni g'animat bilishga yetaklab, bu oyning kecha kunduzlariga hirisman bo'lishga qiziqtirib, hamda ular uchun payg'ambar alayhissalom o'z so'zlari va ish harakatlari bilan yaxshi bir ulguni tiklab berdi. Payg'ambar alayhissalomning yo'li yo'llarning eng yaxshisidir. Hamda payg'ambar alayhissalomning nuri nurlarning eng kattasi va eng afzalidir. Ulaikallazina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ani shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakaralloha kaseera. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir.